Nuh suresi Mekke'de nazil bolgan. Cemi 28 ayet. Nahayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Biz hakikaten Nuh'ni qavminga qattiq azap, yani dünyadaki çağlarda topan balası, ahirette dozaq azabı kelishdan burun ularni agahlandırgın deb evetdik. Nuh aytdi: Ey qavmim, men haqiqatan sizlarga avatilgan oshkora ogohlantiruvchiman. Allohga ibodat qilinglar, uningdan qo'rqinglar va Allohga itoat qilinglar. U ba'zi gunohinglarni mag'firat qiladi, sizlarni muayyan muddatgacha kechiktiradi, ya'ni umringlarni uzun qiladi. Şübhisizki, agar bilsanglar, Allohning insonga bekitgan ajali kelgan chaqda ajal kechiktirilmaydi. Nuh aytdi: Parvardigorim, men haqiqatan qavmimni kecha-kunduz iymonga da'vat qildim. Mening da'vatim ularni texmi qochiribdi. Men ularni sening mag'firatingga erishsin deb har qachon da'vat qilsam, da'vatimni anglamaslik uchun barmoqlarini quloqlariga tiqib oldi. Sözümni anglamaslik yoki meni ko'rmaslik uchun kiyimlari bilan boshlarini cho'mkib oldi. Kufrida ching turdi. Cho'ngchilik qilib imondan texmi bosh tortdi. Ondan men ularni tovlab da'vat qildim. Ondan ularni oshkor da'vat qildim va yoshirun da'vat qildim. Ularga aytdim: Parvardigoringlardan mag'firat tilanglar. U haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. U sizlarga mo'l yomg'ir yog'dirib berdi. Sizlarning mollaringlarni va o'g'illaringlarni ko'paytib berdi. Sizlarga bog'larni, o'stanglarni ato qildi. Nima uchun sizlar Allohning buyukligidan qo'rqmaysizlar? Halbuki Allah sizlarni bir qancha bosqichlarga bo'lib yaratdi. Sizlar ko'rmidinglarmikin, Allah qanday qilib 7 osmonni birining ustida birini qilib yaratdi. Ayni ularda, ya'ni dunyoning osmonidan nur qildi. Quyoshni nur chashquchi chiroq qildi. Allah sizlarni zamindan yaratdi. Chunki otanglar Odamni tuproqdan yaratgan edi. Ondan Allah sizlarni o'lgandan keyin zaminga qaytardi. Ya'ni zaminda dafn qilinsizlar. Ondan sizlarni qiyomat kuni zamindan chiqardi. Zaminda keng yo'llarda mengishinglar uchun Allah sizlarga zaminni yeyib berdi. Nuh aytdi: Parvardigorim, ular haqiqatan menga osiylik qildi. Meliga, balasiga va o'zlariga ziyondan boshqani ziyoda qilmagan kishilarga, ya'ni boylariga, katiboshlarga agashdi. Ular, ya'ni katiboshlar menga chin tutmadi. Menga va menga agashganlarga arziyat yetkazib cho'ng yili tuzdi. Ular ma'budlaringlarni hargiz tark etmanglar. Vatni, Suvahni, Yag'usni, Ya'uqni va Nasrini hargiz tark etmanglar dedi. Ular haqiqatan nurg'un kishilarni ozdirdi. Zolimlarni texmi gumroh qilgin. Ular gunohlari tufaylidan to'pon bilan g'arq qilindi. Dozaqqa kirgizildi. Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa hech qanday yordamchi topolmadi. Nuh aytdi: Parvardigorim, yer yuzida kofirlarning birini qo'ymag'in. Agar ularni qo'ysang, shubhisizki bandalaringni ozdirdi. Ularning topgan bolalarimi faqat fojir, kofir bo'ladi. Parvardigorim, menga, ota-onamga, mening uyimga mo'min bo'lib kirgan kishiga va mo'min erlarga, mo'min ayollarga mag'firat qilgin. Zolimlarga faqat halokatni ziyoda qilgin.